الله أكبر الله أكبر. طلوا الفرسان طلوا هاي 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 أحضان أحباب حلوا هاي 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 طلوا الفرسان طلوا هاي 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 أحضان أحباب حلوا طلوا الفرسان. Hürmetlik Turuncan Hacım, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Siz oldi bilan televizor ko'ruvchilarimizga o'zingizni qisqacha bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Men ismim Turg'unjon Alovuddin. Qisqacha Turg'unjon Hajim deb tanilaman. Men o'zim vatanda diniy sohada bir mezgil o'qib, ba'zi bir dastlabki diniy ma'lumotlarga erishgandan keyin Misrga chiqib, Misrdagi Jamil Azhar, ya'ni dunyoda tanilgan islom universitetlarining eng qadimiysi bo'lgan Al-Azhar universitetida o'qib va bu universitetning shariat va qonun fakultetini bitirib, onundan keyin Germaniyaga kelib, Germaniyada yerleşip kaldık. Germaniyadaki Uygurlar bilan birga bu yerda yashab kelyapmiz. Germaniyaga kelgandan keyin bizning siyosiy tashkilotlarimizning ichida ba'zi bir vazifalarni o'z ustimga olib, xususan diniy sohaga oid vazifalarni o'z ustimga olib, hozirgacha shuni ado qilib kelyapman. Ham hozir men Dünya Uyghur Qurultayı'nın Dini İşler Komiteti'nin müdiri bulup hizmet kılıvatıman. Ko'p rahmat. Turg'unjon Hacım, siz bugun televizor ko'ruvchilarimizga shu din bilan siyosat o'tirisidagi munosabatlar, ya'ni ba'zilarning ayirib olishi, masalan din ayrim, siyosat ayrim, ikkisi ayrim yo'l degan, ya'ni bu xildagi fikrlarga qarata, ya'ni sizning ko'z qarashingiz qanday, ya'ni buni bir anglab baqqan bo'lsak. Bu yerda ko'p rahmat qo'ygan savolingizga. Bu yerda din bilan siyosat ayrim degan bu fikr bu Yevropada va hozirgi islom o'lkalarida, islom ellarida taqilib yurgan bir xil aqim. Ameliyatda din bilan siyosat bu Yevropaning siyosatiga, masalan hokimiyat tuzimiga din aralashmaydi. Bu chunki bu dinda halaqadek ijtimoiy va siyosiy ishlarga yetakchilik qiladigan bir qoida tuzum bo'lmagan. Bu faqat oxiratlik, shu oxiratda bo'ladigan ishlar va dunyodagi az bir qism axloq prinsiplarini o'tirib qo'yg'achqa bular shundoq deb o'ragan. Ammo bizning dinimiz, islom dini, bu butun dunyoga umumiy shaklda va butun dunyo insonlariga umumiy shaklda Alloh tarafidan payg'ambarimizga tushirilgan din bo'lg'achqa, bu dinda mayli siyaset bo'lsin, mayli bu dunyolik ishlar bo'lsin, mayli o dunyolik ishlar bo'lsin, hammasi o'xshash darajada olib beriladi. Buni bir-biridan ayirib, siyosatchilar ayrim ish qilsin, diniy insonlar ayrim ish qilsin deydigan bu
falsafa bizning bu islom diniga moslashmaydi. Bizda dunyoning siyosatimi bo'ladi, oxiratning ishlarimi bo'ladi. Biz hammani o'xshash ep barmiz. Ya'ni dunyo va oxiratda musulmon bo'lgan kishi dunyo va oxiratni hammani o'xshash darajada ep berish kerak. Hozir endi siz siyoset bilan dinning bir-birini yani ayrılanmaydiganligini so'zlab o'tdingiz. Hozir yani bizning qilayotgan yani bu siyosiy harakatlar haqida yani mesela islom dinida mesela siyoset yani bir siyosiy şekillik yani bu elib berayotgan inqilob yani bir kurashda yani bir insonning bir vijdoniy burchi bo'lib hisoblanadi yoki bir islom dini dimi yani bir belgilik bu haqda bir hadisda yoki bir Qur'onda oyatlar keltirilganmi yani mesela o'z vatanining bunda bir boshqada qolgan insonlar uchun yani cho'qim uningga nisbatan bir qarshilik qilish haqida bir islom dinida belgilangan ba'zi bir hadislar bormi? Albatta bizning dinimiz deganimizdek bu dunyo va oxiratlik yani ikkisini o'xshash bardigan shuni targ'ib qiladigan shuni tashviq qiladigan bir din bo'lg'achqa albatta bu dunyodami bir musulmon bo'lgan kishi albatta bu dunyolikdami xotirjam o'zining diniy ibodati va ish faoliyatlarini xotirjam ilib berish lozim. Xotirjam ilib berish uchun, xotirjam yashash uchun u kishining bir mustaqil bir davlati bo'lishi kerak. O mustaqil davlati chunki u kishining shu millatning erkinligiga va shu millatning baxt saodatiga, shu millatning taraqqiyotiga, shu millatning diniy va milliy kimligini saqlab qolishga shu mustaqil davlati kafolatlik qila oladi. Shuning uchun dinimiz albatta bizni shu vatanimizni qo'g'dash, shu vatanimizni qurish, shu vatanimizni ozod qilish, shu vatan erkin, mustaqil vatanda yashashni albatta targ'ib qiladi. Chunki payg'ambar alayhissalom Makkada bu islom dinini Allah tarafidan vahiy qilinib avatilgandan keyin Makkada xotirjam yashash imkoniyati bo'lmay, Makkadagi mushriklar musulmonlarni nayt qattiq og'ir aziyatlarni yetkazib, yo'qotib degandek suiqasdlarni ishiltib qilg'ashqa Alloh taolo amr qilib payg'ambarimizni Madinaga berishga, hijrat qilishga buyurdi. Keyin payg'ambar alayhissalom Madinaga berib, bu yerda musulmonlar uchun bir davlatning asosini turg'izdi va bu davlat oxirsida bir qancha yil jarayonida qurilib chiqib, musulmonlar erkin mustaqil o'zining davlatiga erishib, o'zining diniy ibodatlarini xotirjam qiladigan va kelgusini o'zining kelgusidagi qilmoqchi bo'lgan ishlarini, kelgusida qiladigan ishlarini va o'zining kelajak avlodlarining istiqbolini hammani kafolatga ega qildi. Albatta bizmi o'zimizning vatanida xotirjam, o'zimizning vatanida erkin holda ibodatimizni qilish, erkin holda yashashimiz, erkin holda millatimizning taraqqiy qilishi uchun albatta bizning bir davlatimiz bo'lish shart. Albatta bu davlatimiz botdi va bo'lgan va buningdan keyin albatta bizning bir o'zimizning dinimizni erkin yashay oladigan, diniy erkinligimizga kafolat qiladigan, milliy erkinligimizga kafolat qiladigan va kelgusi avlodlarimizning istiqboliga kafolat qiladigan bir mustaqil bir Uyg'ur davlatining qurilishi albatta biz uchun nihoyat bak muhim va shu davlat albatta yaqin kelgusida quriladi. İnşallah bununla Allah'ın izni bilen biz bununla elbette imanımız kamil. Köp rahmet. Turg'un efendim, şu g'aribliklarning deb kelayotgan mesela islom dini bir mesela xurafiy, yani insonlarni qaloq qoldirdi. Yani mesela ayollarga erkinlik bermaydi. Mesela er ayol bunda pek töven turdi. Ayollarning kishilik huquqini bermaydi deyotgan. Yani bu qarashlarga siz qanday qaraysiz? Bu qarash butunlay xato ko'z qarash. Chunki bizning dinimizda er ayol deb ayırmaydı. Allah Taala Qur'oni Karimda davomli musulmonlarga xitob qilgan vaqtida musulmon er ayollar deb ayollarni o'xshash
xitob qiladi. Ya'ni erlarga nimani buyurgan bo'lsa, ayollarga ham shuni buyuradi. Erlarga qanday haq bergan bo'lsa, ayollarga ham shu haqni bergan. İslam dinida birinchi qatim ayollar haqqi islom dinida berilgan. Ondan ilgari ayollar jahiliyat davrida, masalan, islom dini dunyoga kelishdan ilgari jahiliyat davrida ayollarning hech qanday haq huquqi yo'qdi. Ayollar xorlanadi. Hatto qiz tug'ilsa, bu qiz oila uchun nomus hisoblanib, ba'zi bir haddidan oshib ketgan jahillar apirib bu qizlarni kun batadi, ya'ni o'ldirib yo'q qiladi. Buni butunlay islom dini kelgandan keyin payg'ambarimiz orqali Allah buni butunlay cheklab, ayollarning o'xshash, erlarga o'xshash Allah yaratgan, ya'ni erlarning yanida bo'lmasa bo'lmaydigan nihoyat muhim insonlar ekanligini Allah nurg'un oyat va hadislar orqali payg'ambarimiz o'ttirib qo'ygan. Allohning amri bilan bu islom dinidagi ayollar haq huquqi, bunun tafsilotini so'zlasak nihoyat nurg'un vaqt ketadi. Ammo payg'ambarimizning ko'rsatmalari bo'yicha, ya'ni oddiy bir nimani misolga olsak, masalan, payg'ambarimizning bir hadisda jannat onalarning oyoqlari ostida degan bir hadisi bor. Bu hadisning isbotlandiki, ya'ni onaning, ayollarning, ya'ni qanday ulug' ekanligi, ya'ni ayollarning qanday bo'lmasa bo'lmaydiganligi hayotda. Chunki ayol erning yanida doim bo'lmasa bo'lmaydigan insonlar. Ya'ni erlarla inson bo'lib, ayollar inson bo'lmaydi, ular bo'lmaydi deb ularni chetga qilib, ularni cheklab, ularning huquqini bermay qilsa, dunyo taraqqiy qilmaydi. Shuning uchun bu islom dinida haq huquq bermaydi, ayollarni xor ko'rdi degan bu xato ko'z qarash. Ammo bu bir qism, ya'ni islomni biz masalan islom ülkelerinde, islom davlatlarida ba'zi bir xato bir ko'z qarashlar ayollarga nisbatan shu jahiliyatdan qolib qolgan yoki shu millatning o'zining milliy urf-odati sifatida saqlanib qolgan ba'zi bir islomga zid keladigan, islomni qabul qilmaydigan bir xil ayollarga bo'lgan ba'zi bir qarashlar mavjud. Yani bunun mavjud bo'lganligi, ya'ni bu islom dinida buning ayollarni xorlaydigan, ayollarga haq bermaydigan, ayollarni ikkinchi darajada inson ko'radigan bu islomda mushunday o'xshaydi deb bunda qarilib qolishi to'g'ri emas. Bu shu joydagi shu insonlarning o'zining gunohi. Bu hech qachon islom ko'rsatmasi emas. Turg'unjon efendim, siz mening bilishimcha, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komitetining raislik vazifasida o'tab kelyapsiz. Siz mushu haqda, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komiteti qanday bir xizmatlarni ilib berish planinglar va yoki qaysi xildagi xizmatlarni ilib ketyapsizlar? Biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komiteti asosan bu şu bütün dünyadaki bulupmu vatan sırtidaki dünyanın her qaysı devletlerde yaşayotgan Uygur Müslümanlarının özünün dinini ve milli kimlikini saklap kılış için aşılağa ne bir merkezge toplaş, Dünya Uygur Kurultayı'nın etrafıga toplaş ve şu arkalık aşılarının dini sahadaki işlerge rehberlik kılış, dini işlerge yetekçilik kılış ve şu her qaysı devletlerdeki, şu yerdeki Uygur Müslüman qarindaşlarımızın kelgüsü evlatlarının özünün dini ve milli kimligi boyunca şu yaşaş ve ulanı dini sahada terbiyeleş ve gelecekte ulanı şu vatan davasını kıladigan, vatan davasıga keraklik insan bulup yetiştiriş için terbiyeleş ve ondan başka yani ictimai dini faaliyetler mesela iki heyet jaryanida bizning Uygur qarindaşlarımızga heyet münasebetiyle bir namaz okup ve bütün dünya
deki Uyghur qarindoshlarımızga duo qilib, shularning hayitlarini tabriklash va undan boshqa har yerdagi shu diniy sohadagilarni birlashtirib, diniy sohadagilarga shu vatan millat davosiga qatilish va shuni qo'llash haqida shular bilan aloqa o'tkazish, undan boshqa xalqarodagi qonunliq islom tashkilotlari va islom davlatlarining şu dini sahadaki kişiler bilen aloqalashish, dini ministerlikler, her qaysi islom davlatlarının ve xalqaro islom konferans qatorliq xalqaroliq diniy tashkilotlar bilan mishlar bilan aloqa o'rnatish, ashlar bilan ko'rishib bizning vatandagi Uyg'ur musulmonlarining beshiga kelgan dard alam va ashlarning chekayotgan diniy jihatdagi erkinligining bo'g'ilib qolganligi, Aşılarının hech qanday diniy ibodat qilish erkinligining bo'lmaganligini aşılarga anglatish va shular orqali xalqaroliq cho'ng tashkilotlar orqali Xitoyga besim ishlatkizish va islom davlatlarini bizning Uyg'ur davosini tushuntirish, Uyg'ur musulmonlarining dard alamlarini tushuntirib, aşılarni Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda Xitoyga shu Uyg'ur musulmonlari haqida söhbetlerinde, Xitoy bilan bo'lgan söhbetlerinde aşılarga bir Uyg'urlarning bu derecede ezmeslik, Uyg'urlarning diniy erkinligini bo'lmaslik haqida aşılarga tavsiya qilish qatorliq, ya'ni nurg'un xizmatlarni o'z ustiga oldi va shuning ba'zilarini bajarib kelyapti. Bundan keyin texnik to'liq ustiga olgan vazifalarni bajarishga tirishadi.